Yoshlarning yangi g'oya va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadiga qaratilgan rahbar va yoshlar uchrashuvlari yigit-qizlarning muammolariga, kelajakdagi rejalarni amalga oshirishga to'siq bo'layotgan masalalar yechimi uchun xizmat qilmoqda. Sirdaryoda o'tkazilgan prokuror va yoshlar uchrashuvidan muxbirimiz xabar beradi. O'zaro fikr almashish, taklif va tashabbuslar o'rtaga tashlangan katta davrada yigit-qizlar muammolari hamda takliflarini ochiq bayon etishdi. Uchrashuv davomida ko'tarilgan har bir masala viloyat prokurori tomonidan diqqat bilan tinglandi. Talabalar tomonidan ko'tarilgan barcha masalalarni amaliy hal etish yuzasidan mutasaddilarga aniq topshiriq va ko'rsatmalar berildi. 50 dan ortiq yoshlar o'zlarining taklif va muammolarini bildirib o'tishdi. Ularning 35 nafarini joyida hal qilindi, huquqiy tushuntirishlar berib o'tildi. 15 nafar yoshlarimizni muammolari yozib olindi va ularni qonunda belgilangan muddatda ko'rib chiqib, albatta ijobiy hal etishga harakat qilamiz. Bildirilgan takliflarga ko'ra, Sirdaryo viloyati prokurori kubok uchun kitobxonlik ko'rik tanlovlari, sportning erkin kurash va boshqa turlari bo'yicha sohadagi yosh xodimlar ishtirokida musobaqalar o'tkazish ham belgilandi. Prokuror o'zi biz bilan erkin muloqotda bo'ldi, talabalarning taklif va muammolarini o'rgandi, biz tomonidan ham turli xil takliflar berildi. Masalan, o'zim rahbar bilan bir kun degan loyihani berdim. Bu loyiha prokurorimizga ma'qul keldi, buni albatta ijrosini ta'minlashini aytdi. Yana talabalar tomonidan turli xil muammolar, takliflar berildi, bularga ijobiy yechim berildi. Jarayonning yakuniy sarhisobi raqamlar sharhida. Uchrashuvda 21 nafar talaba tomonidan bildirilgan takliflardan 11 tasi joyida hal etilib, qolgan 10 ta murojaatlarni hal etish bo'yicha viloyatdagi mas'ul rahbarlarga vazifalar belgilab berildi. Nigora Imomqulova, Xo'jakel Safarov, Sirdaryo yoshlar.